bu safar o'lchov birliklari haqida bo'ladi. Eshitgansiz, qulog'ingizga chalingan televizorimiz 32 dyum ekan, yoki bo'lmasa 40 dyum degan eshitgansiz. Ya'ni dyumda o'lchaymiz. Yoki bo'lmasa telefonimizda razmeri 6-7 dyum ekan, 6-8 dyum ekan eshitganmiz. Yoki bo'lmasa mil, fut, yard so'zlarini eshitgansiz. Bu safar o'lchovlar haqida. Biz bilasiz, metrda o'lchashda oddiy metrlardan foydalanamiz. Metrlar turi ko'p. Metrlardan foydalanamiz. Buni lineyka deymiz, mana temir lineyka deysizmi? Buni o'lchov turlari ko'p. Aslida o'lchov turlarini mingdan ortiq, har bir sohaning o'zining o'lchov turlari bor. Deylik, har xil o'zining o'lchov. Bizga, lekin hamma odamga kerak bo'ladigan o'lchov turlari bor. Bir 10 ga yaqin. Shular haqida bo'ladi. Avvalo, bu o'lchov turlari aynan deylik mil, futlar bu hozirgi narsa emas, ya'ni bu juda ham eramizdan avvalgi taqiladi, Rim imperiyasidan oldingi taqiladi bu o'lchov birliklari va Amerika va Yevropa hali ham bundan foydalanishadi, bundan voz kechishmagan. Savol tug'iladi, nimaga voz kechishmagan degan savol tug'iladi. Voz kechishmagan sababi ularga shu qulay. Buni voz kecha olmaydi. Har bir yerdan chiqayotgan zapchastdan tortib har bir detalgacha, har bir narsagacha ularda shu o'lchovlar bilan chiqib keladi. Shu o'lchov birliklari bilan chiqib keladi. Uni o'zgartirish qiyin. Har bir standartni o'zgartirib bo'lmaydi. Uning uchun trillionlar juda katta mablag' shuncha ekan, ularga qulay. Ya'ni biz hozirgi kunda sizga misol keltirishim mumkin. 32 gradus issiq Selsiy bo'yicha, yoki bo'lmasa 40 gradus issiq bo'lyapti Selsiy bo'yicha desak, ularda unday emas. Ularda Fahrenheit deydi. Ya'ni 32 Fahrenheit gradus tushunmaydi. O'lchov birliklari butunlay boshqa. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, funt bu ko'plar funt bilan almashtirishadi. Funt bu og'irlik o'lchovi. Mana gantellarda, toshlarda, umuman shu massali narsalarda funt bilan chiqib keladi. 1 funtimiz 450 gramga to'g'ri keladi. Ya'ni 1 funt 450 gram to'g'ri keladi. Endi fut keladigan bo'lsak, bu uzunlik, ya'ni 1 futimiz 30 cm ga to'g'ri keladi. Bu fut 30 cm. Dyum keladigan bo'lsak, men sizga sanab berdim televizorimizda 32 dyum dedim. Dyum qayerdan olingan? Dyum bu bosh barmoq. Aslida har bir o'lchov birligi o'sha qadimda. Masalan 30 cm fut bo'ladigan bo'lsa, fut 30 cm bo'ladigan bo'lsa, oyoq kiyim razmeri, oyoq razmeri 30 cm bo'lgan. Dyum qo'l 2,5 cm, 2 deyiladi. Demak, biz televizorimiz razmeri 32 dyum bo'ladigan bo'lsa, endi ko'paytiring 2,5 dan 81 cm bo'ladi. Demak, 32 cmlik, 32 dyumlik televizorimiz 81 cm chiqib kelyapti. Yard ham bu qadimiy. Yard bu bir qadam, insonning bitta qadami hisoblangan va bu qadam 91 ga to'g'ri keladi. Ya'ni 91 cm ga to'g'ri keladi. Bizda 1 metr emas, 91 cm metrga yaqin to'g'ri keladi. Bu 3 funtga to'g'ri keladi. 3 futga to'g'ri keladi. Ya'ni 3 fut 30 cm dedim-ku. Fut 30 cm. Demak, bir yardimiz 3 futga to'g'ri keladi. Mil. Endi milda oladigan bo'lsak, eshitgansiz, qulog'ingizga chalingan mil ham juda ham ko'p eshitamiz. Shuncha uzoqlikdagi milda deydi. Mil bu 1 milimiz, 1 mil bu 1609 metrga to'g'ri keladi. 1609 metr. Aytishingiz mumkin. 100 kilometrimiz, sizga taslayman, 100 kilometrimiz 62,3 mil hisoblanadi. Demak, 1 milimiz 1600 bo'ladigan bo'lsa, 100 milimiz 62 ga to'g'ri keladi, 62 milga to'g'ri keladi. Akr bor keyin. Akrni eshitgansiz, akrda ham bu bizda sotix deymiz. Ya'ni 10 metrga 10 metr bo'ladigan bo'lsa, bizga 10 metrga hamma tomon 10 metr bo'ladigan bo'lsa, bu 1 sotix deyiladi. Ularda sotix deyilmaydi, ularda akr deyiladi. Ya'ni 1 akri bizda 40 sotixga to'g'ri keladi. Ularda shuni 1 akr deydi. Ularda endi dehqonlar, o'sha unaqilar, yer arxitektorlar bu shu bilan o'lchov birligi bor. Ya'ni 1 akrimiz bu 40 sotixga to'g'ri keladi. Bu ya'ni degani 0,4 gektar degani. Juda ham ko'p bu o'lchov turlari deyman, barrel deymizmi, gallon deymiz, uzel. Juda ham ko'p o'lchov turlari ko'p. Men boshqa sekin agar imkon bo'lsa tushuntirib boraman bu haqida ham. Boshqa o'lchov turlarining haqida. Bu kerak albatta. Agar bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing va o'zingizda necha fut ekanligingizni kommentarga yozib keting. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlarda asrang. Rahmat.